tezlikda aylantirib ketyapti hozir bu apparatimiz. Changyar uchun traktorlarimiz uchun special yasalgan ya'ni preset ham bor ekan. Agrusimiz. Bu 500 kilo, 600 kilo yukni bemalol ko'taradi. Narxi 122 million 10 ming dollar. Mana oldidan ko'rinishi bu. Bu ham albatta chimgan shu yerda teriladi hammasi. Bu bir telash 18-26 tush. Narxi 3200 18taligi 3,5 ming dollar 20taligi. Bu agrus ishimiz. Ekskavator 8900 dollar. To'rtta nasatkasi bor. Endi esa kabinali xohlovchilarga kabinalidan ham bor. Bular narxlaridan ham farq ham bo'ladi albatta, kuchida ham hammasida. Bular 50 litalik TT 504 modelimiz. Konditsionerli. Хорошенькая. Narxi 15 ming dollar. Buni 40 taligi ham bor, 50 taligi ham bor. 404 kabina, 504 kabina, 404 13,5 ming dollar. 504 o'sha 15 ming dollar. Ko'rinishi bir xil bo'ladi. Bunda konditsioner yo'q ekan-a? Yo'q, bunda konditsioner yo'q. SF 504 degan modelimiz. Bunga hozir balonlar taqib qo'yganmiz. Sholida, ekinlarda yuradigan balon. Buni oddiy balonligi ham bor naryoqda. Buni ham hali yana ko'rsatamiz. Buni traktorning o'zini narxi 404 12,5 ming dollar. 504 13,5 ming dollar. Bu qaysi biri shunda? 404 mi? Bu 504. 13,5 ming dollar. Mana 504. O baloni zavodga balonni qo'shib beriladi albatta bunga. Yo'q, yo'q. Bu qarang. Hozir men aytgan narxim o'sha zavodskiy baloni bilan. Bu balonlar alohida sotiladi. Narxi 1,5 ming dollar. Naryoqni o'tib oddiy balonligini ham ko'rsatamiz. Chingan 504 ning oddiy balonligi shu holatidagi narxi 13 ming dollar, narga baloni ham qo'shib berilsa 13,5 ming. 13,5 ming dollar. 404 13 ming dollar. Narga loyda yuradigan ingichka baloni 1,5 ming dollar alohida narxda bo'ladi. Bular traktor faqat o'zlarining narxi, albatta agregatlarning ham har xildan bor, ularni ham hozir ko'rsatib boramiz. Modeli qanaqa edi bunisini? SF 404 12,5 ming dollar. Faqat traktorning o'zi, orqadagi mana bu agregati 1300 dollar bo'ladi bu. Budjetli traktorimiz 11,600 долларов, LD 500 долларов. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать. Orqadagi chizili ekan, ha? Bu chizilimiz narxi qanday edi? 900 dollar. 900 dollar. Mana bu apparatimizda ikkita yo'nalishda separ ekan, tashqi paqa tezligi hamda bu yonda hozir katta оборотda sepayapti. Hozir bu apparatimiz katta
Zaborovka sexmosi. Bu LD Toristor modelimiz. Toristorlar uchun zo'r narx. 10.600 dollar. Orqadagi agregat narxi qancha? Bu ham 1350 dollar. Orqadagi agregati отдельный narxda bo'ladi, 1350 dollar deb aytishdi mana. Orqasida frezasi turibdi ekan. Bu freza necha metrlik? 180 180. Narxi-chi buni? 1800 dollar. Xo'p, traktorimiz hozir oldidan ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz TT 504 kabina. Kabina varianti 15.000 dollar. Bu traktorning o'zi. Orqada frezasi aytib o'tganingizdek отдельный narx. Traktorimiz modeli SF Toristor 504 kabinali hisoblanadi. Toristor 13.5 ming dollar, 504 o'sha 15.000 dollar. Selkasi narxi-chi? Отдельный? Selkasining narxi 900 dollar. А что, так можно было, что ли? Mana traktorimiz selkasi mana shu holatda. Changar rusumli traktorlarimiz uchun spesial yasalgan, ya'ni pritsep ham bor. Bu necha tonnalik pritsep? 4,5 tonnalik pritsep. Yon boshga ag'daradi ham. Ikki yonga ag'daradi, 4,5 tonnalik. Narxi-chi? Narxi 3.900 dollar. Buning kichkina varianti ham bor, ya'ni ikkita ballonlisi, uni ham videoda yonida chiqarib o'tamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. U ikkita ballonli bo'ladi. Uni narxi 1000 dollar. Mana akalar, bu yerda bojxona nazorat maydoni bor ekan. Traktorlar xuddi mana shu holatda keladi. Shunday o'ralgan holatda kelib, vedishli peredoklari, traktorning o'zi, zadnimost korobka motorlari yig'ilgan holatda faqatgina bu yerda qilinadigan ish vedishli peredoklari qo'yiladi, torpedkalari, kabina, kapotlari hamma yoqqa beriladi, faqatgina moylari quyilib. Xullas, mana shu yerdan mana biz zavodda ichkarisida teriladi. Buni sholiga kelgan mashinamiz, mini traktor deyishadi. Endi to'g'ri sholiga kelgan 8 qatorli. Narxi 25.000 dollar. Yangi texnika ekanda bu ham balloni o'sha suvda yuradigan ballondan sholi ekish uchun moslangan, ya'ni balloni o'sha potqoniydi, yuradi. Shu sholi ekishga mo'ljallangan. Красота-то какая! Bular narxlari qanday ekan setkani? Katta kichigi? 3 qatorligi 900 dollar. Buchi? Bu 1100 dollar. 4 qatorli. Buni narxi qancha edi? Yana bir eslab o'tdik. 1350 dollar. Mana motoblokni olibchi. Zatkasi? Bu 500 dollar. 500 dollar. Mana bu yerda yana bu qanday apparat? Bu polemiga. O'ttirishga asosan olinadi. Buni narxi qanday edi? Buni narxi 1000 dollar. Xo'p, bundan keyingisi kartoshka kovlaydigan kapatel ham bor ekan, kichkina varianti. Buning narxi qancha? 1000 dollar. Dori siqib keladigan bor ekan, shtangani, kichkina varianti albatta. Buni narxi qancha? 300 litrli. 300 talik. Albatta. 1350 dollar ekan. Mana bu nasatkalarni kattasi, kichkinasi. Kattasi, kichkinasi. Qanday narxi? Kattasi qancha? 20 taligi bor, 50 taligi bor, 70 taligi bor. Narxi 1150 dollardan
$1,500 $1150 dan $1,500. Shunda mana shu $1,500 bo'ladimi? Hop, bu yerda silos apparat ham bor ekan. Adashmasam. Buni narxi qancha ekan? $1,800. Mana bu yerda balonlari $1,500 deb aytib o'tganimiz. Hamda bu yerda kartoshka ekadigan bu yerda ham bor ekan salonda va press подборчик. Press подборчик rulonli hisoblanadi. Rulonchi emas, yumaloq chiqaradi. Narxi? Narxi $2,800. Mana qaltagi mana bunday bo'ladi. Press подборчигimiz rulonli chiqarar ekan. Mana bu yerda agregatlardan kartoshka ekadigan ham bor ekan. Ikki qatorli kartoshka ekadigan. Narxi $1000. Traktor orqasiga ulanadi bu. Bitta odam traktorni haydab ketaveradi, orqasida bitta odam ekib ketaveradi. Bu yerda bir kishi ligirovka qilib ketar ekan. Mana ikki qator kartoshka ekadi. Bu yerda albatta urug'lar solinadi. Mana bu udobreniylar solinadi. Ularga kartoshka ekiladi. 160lik kasilka. Asosan beda o'rishga olishadi bundan. Bu narxi qancha? Buni narxi ham $1000. Bu yerda Weber ko'p 5-6 xil rangda farqlari bor. Boya ko'rsatgan chizillarimiz. Mana bu yerda beda o'raydigan jatkamiz ham bor ekan. Necha metrlik jatka bu? 3,5 metr. Narxichi? Narxi $10,000. 80 ot kuchidan balon traktorlarga to'g'ri keladi. Kamida 80 bo'lish kerak. Bundan past traktorlarga to'g'ri kelmaydi. 80 ot kuchi o'rtacha yuqori bo'lgan traktorlarni orqasiga taqiladi. Yo'q, oldiga taqiladi. Oldiga taqsa ham bo'ladi. Oldiga taqiladi. O'zini hamma nasatkalari bor, taqiladigan. Yonidan olib kelib g'omga ulanadi. Mana yog'iga ulanadi. Bu nasatka orqali g'omga ulanib, asha aylantirib beradi. Будет очень интересно. Отец! Ну ты видел? Manzilni qisqacha iloji boricha tushuntirib boramiz. Bu Changan rusumli traktorimizning mini zavodi. Bu yoq Erkin postdan kelaverish, ya'ni ipodromdan kelaverish, bu yog'i
Vohaga Samarqand Jizzax Sirdaryoga ketaverish yo'lda mana shu Bretni ro'parasida joylashgan traktorlarimiz, mana mini traktorlar. Bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Ekranda raqamlarni qoldirganmiz.